Chilonzorda uy qidirib yuruvmidingiz? Mana sizga zo'r variant. Videoni oxirigacha ko'ring. Al-Xorazmiy okrugi 24 ga 7 ko'cha, bilasizlar. Bu yoq tomon bir ostanovka Chilonzor metrosi. O'rtoqlar, prям mana shu lokatsiyani o'zidagi mana shu 9 qavatli domimizni 6-qavatida. Bir xona, ikki xona qilingan uyimiz o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Uyimiz shinamgina. Bu spalniya xonamizning ko'rinishi hamma sharoit bor bu yerda ham ko'ryapsiz. Даже konditsionerlarga qo'yib qo'yilgan. Stroyniy shkoplardan muammo yo'q. Podyezddan kirishingizda mana shunaqa chiroyli yo'lagimiz, kirishingizdan o'ng tomonda esa mana shunaqa kattakon zal, hozirgi holatda spalniya kravat qo'yib yotoqxona qilib qo'yilgan. Jami ko'ryapsizlar, grubi 2 xona. Bir xona, 2 xona qilingan deyishimga sabab ko'ryapsizlar. Kuxnyani o'rni bitta xona bo'lyapti. Kuxnya hozirgi kunda balkon tomonga olib chiqilgan. Европейский stil qilib qo'yilgan. Bu yoqda kuxnyada u narsa tayyorladingiz, pametga qo'yib, o'tirib, ovqatlanish uchun ham chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan. Keling, sanuzelni ham yana bitta ko'rsatib qo'yib, bu yerda mana sanuzelimiz, sanuzel ham kattagina va mana shu ko'rinayotgan narsalar qoladi o'rtoqlar. Plizni yoki televizorlaringizni olib kelib, maza qilib, duo qilib yashasangiz bo'ladi. O'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, $57,000 so'ramiz. Ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. Yana bir bor joyini tushuntiraman. Chilonzor 18-kvartal, 4-dom, 40-kvartira bo'ladi. O'rtoqlar, telefon raqamlarimizga bemalol telefon qilsanglar, oldinglarga dokument qo'yib uyga baraka qilamiz. Glavosi, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.